Assalomu alaykum barchaga. Video yechimlarimizni davom ettiramiz. Navbatdagi video yechimimiz 2024-yil attestatsiyada tushgan baza. Biz 80-misolgacha yechimlar qilgan edik. Ana endi 81-misoldan boshlab yechimlarni davom ettiramiz. Demak, boshladik. Xo'sh, ABCD to'rtburchak yuzasi eng katta bo'ladigan S nuqtaning ordinatasini toping deyapti. Bu yerda f at x'imiz y darajasi x, j x'imiz esa 1 x ga teng. Xo'sh, demak bizga S nuqtaning ordinatasi, ya'ni y kerak. Quyidagicha amallarni bajaramiz. D nuqtani, ya'ni mana shu masofani x1 deb oladigan bo'lsam, D nuqtaning koordinatasi x1 va 0 bo'ladi. Xuddi shunday S nuqtaning koordinatasi esa x1 va qarang. S nuqta qayerga, qaysi funksiyaga tegyapti? Jx ga. Jx'imiz 1 x, demak bu x1 va 1 x1 degani mana koordinatasi. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Mana shu masofamiz 1 x1 ga teng degani. Endi mana bu masofani biror x2 qilib oladigan bo'lsam, A nuqtaning koordinatasi nima bo'ladi? A nuqtaniki x2 va 0 bo'ladi. B nuqtaniki, B nuqtaniki x2 va B nuqtamiz f at x funksiyaga tegishli. O'shaning uchun y darajasi x2 bo'ladi. Ya'ni y, ya'ni ordinatasi y darajasi x2 bo'ladi. Mana koordinatani topdik. Demak, mana bu masofa nimaga teng bo'ladi? Bu masofamiz y darajasi x2 ga teng bo'ladi. Demak, ikkita masofa teng, to'rtburchak bo'lganligi sababli, ya'ni y darajasi x2 teng bo'ladi 1 x1 ga. Xo'p, bu joydan x1 va x2 larni bog'lab olamiz. Ikkala tarafini lnlab yuborsam, demak, ln y ning x2 darajasi teng bu tarafda ln mana buni x ning -1, ya'ni x1 ning -1 darajasi qilamiz. Mana bu oldiga tushadigan bo'lsa, demak x2 teng bo'lar ekan minus mana bu ham oldiga tushsa ln x1 ga teng bo'ladi. Mana x2 ni x1 orqali ifodaladik. Ana endi bu to'rtburchak yuzasi nimaga teng? Yuzasi mana bu 1 x1 ni ko'paytiramiz jami x1 plus x2 ga. Mana to'rtburchak yuzasi. Mana shundan olingan hosila 0 bo'lishi kerak. Sababi bizda yuzasi eng katta bo'lsin deyapti. Mana shu 0 ga teng qilamiz. x2 o'rniga minus ln x1 ni qo'yamiz. Va mana buni qavsni ochib yuborsak, demak nima keladi? 1 plus x2 taqsim x1 keladi. Mana shundan olingan hosila 0 bo'lishi kerak. x2 o'rniga mana bu minusni qo'ysak, demak 1 minus ln x1 taqsim x1 dan olingan hosila 0 bo'lishi kerak. Xo'p, hosilani bu tarafga olaman. 1 dan hosila 0 kerak yo'q, minus bor. Bu bo'linmadan hosila bo'ladi. ln x1 dan hosila 1 taqsim x1 bo'ladi. Uni x1 ga ko'paytirishimiz kerak. Minus ln x1 ning o'zi turadi. x1 dan hosila esa 1 ga teng, kerak yo'q. Mahrajda x1 ning kvadrati mana shu 0 bo'lishi kerak. Minusni ham bo'lib yubordim va x1 ning kvadratini ham 0 ga ko'paytirib yubordim. Demak, mana bular qisqarib 1 minus ln x1 teng 0 bo'ladi. Bu joydan ln x1 1 ga teng bo'lib, x1imiz esa y ga teng bo'lar ekan. Mana x1 ni topdik, y ga teng. Bizga S nuqtaning ordinatasi deyapti. Mana bu ordinatasi bo'lyapti, ya'ni 1 x1. Mana shuni top deyapti. Demak, x1 ning o'rniga y ni qo'ysak, bu 1 y ga teng bo'lar ekan. Mana ordinatasini topdik. 1 y, bu bizda mana D javobda. Davom etamiz. 82-savolga o'tamiz. Xo'p, radius 10 ga teng bo'lgan yarim doiraga ichga chizilgan eng katta yuzali trapetsiya yuzini toping deyapti. Demak, eng katta yuzali bo'lishi kerak ekan. Xo'p, eng katta yuzali bo'ladigan bo'lsa, demak buning yuzasidan olingan hosila 0 ga teng bo'lishi kerak. Xo'sh, qanday amallarni bajaramiz? Mana bu yerni tutashtirsak, bu yer ham necha bo'ladi? Bu yer ham 10 bo'ladi. Bu yerchi bu yer ham 10 ga teng bo'ladi. Eng katta yuzali bo'lish uchun, mana bu uchalasi ham bir-biriga teng bo'lishi kerak va ular ham 10 dan bo'lishi kerak. Ya'ni bu uchalasi ham muntazam bo'lishi kerak. O'shanda eng katta bo'ladi. Ya'ni bu yer ham 10, bu yer ham 10, bu yer ham 10 bo'lishi kerak. Ya'ni s 3 ta s ham teng bo'lishi kerak va ular muntazam bo'lishi kerak. O'shanda eng katta yuzaga erishadi.
Demak, bitta esini topamiz. Bu muntazam uchburchak a kvadrat ildiz ostida 3 taqsim 4 formulasi bilan topamiz. Demak, bu bizda bo'ladi 100 ildiz ostida 3 taqsim 4. Bu ham 25 ildiz ostida 3 bo'ladi. Bizda jami s a b s d 3 ta s ga teng. Demak, bu 75 ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi ekan. Bu bizda mana S javobda ekan. Davom etamiz. 73-savolga o'tamiz. Xo'p, kvadrat funksiya uchun demak grafikdan foydalanib a va b va s larni taqqoslang deyapti. Taqqoslashimiz kerak ekan. Birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa a manfiy. Nimaga manfiy? Sababi shoxlari pastga qaragan. Diskriminantimiz 0 dan katta. Nimaga? Sababi x o'qini ikkita nuqtada kesib o'tgan. Va y ni kesib o'tgan joyi s bo'lgan va u 0 ga teng. S ni 0 degan nuqtada kesib o'tgan mana. Endi qarang, s 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, y teng qanday tenglama qoladi? ax kvadrat plus bx qoladi. Mana shunday tenglama bo'ladi. Buni bitta ildizi 0, ya'ni mana bu joyda bitta ildizi 0. Mana shu x1 degan bo'lsak, bu 0. Mana bu x ikkinchi ildiz. X ikkinchi ildiz qayerdan kelib chiqadi? Bundan x ni chiqaramiz. X ni chiqarsak ax plus b qoladi teng 0 ga. Bu joydan x1 0 ekanligi ko'rinyapti. x2 esa minus b taqsim a bo'lyapti. Mana shu ham manfiy bo'lyapti, qarang. Sabab x2 miz manfiy nuqtada joylashgan. Bu joyda a manfiy son. Shoxlari pastga qaragan. A manfiy son bo'ladigan bo'lsa, mana bu minus yo'qoladi. Demak, b ham manfiy son bo'lishi kerak. Sababi manfiy sonni manfiy songa bo'lsak musbat bo'ladi, lekin mana bu oldidagi minus bilan manfiy bo'lib keladi. Demak, b ham manfiy son bo'lishi kerak. B ham manfiy. Demak, qarang, ko'rinyapti. A ham b ham manfiy bo'ladigan bo'lsa, mana bu a javob. Nimaga? Sababi s 0 ku. 0 dan a ham b ham kichik. Endi a kattami, b kattami bizga farqi yo'q. Mana angladik. Ya'ni s 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, a ham manfiy, b ham manfiy bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi ham 0 dan kichik bo'lishi kerak. Javob a. Davom etamiz. 84-savolga o'tamiz. Xo'sh. Bo'sh idishni a quvurining bitta o'zi 6 soatda, b quvurining yolg'iz o'zi 3 soatda to'ldiradi. S quvur esa idishning 2/3 qismini 4 soatda bo'shatadi. Uchala quvur birgalikda bo'sh idishni qancha vaqtda to'ldiradi deyapti. Demak, qancha vaqtda to'ldiradi? Xo'sh, demak, S bo'shatadi. Demak, qarang. H qismi to'laman deguncha faqat A va B quvurlar ishlaydi. Suv mana shu joyga kelgandan keyin esa S quvur ham ishga tushishni boshlaydi. Ya'ni S dan tepa qismi to'laman deguncha uchala quvur ham ishlaydi. Demak, H qismini to'ldiraman deguncha faqat A va B quvurlar ishlaydi. Demak, qarang, S quvur to'la idishni qancha vaqtda bo'shatadi, o'shani topib olamiz dastlab. Demak, 2/3 qismini 4 soatda bo'shatadi. Demak, to'liq qismini bir vaqtda bo'shatsin. Bu yerda A lar qisqarib ketadi. Demak, 2/12 teng 1/T1. Bu joydan T1 topadigan bo'lsak, 6 ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni bu S idishimiz to'la idishni, ya'ni to'liq qismini 6 soatda bo'shatadi. Endi dastlab S bo'lakgacha A va B quvurlar ishlagan. Demak, ularning quvvatini qo'shamiz. A/6 ga A/3 ni, ya'ni ularning quvvatini qo'shamiz. Birgalikda ishladi. Ular 1/3 A qismini bajardi biror T2 vaqtda. Mana shu yerdan T2 ni topamiz. A lar qisqaradi. 3 pastga tushadigan bo'lsa 1/6 ga 1/3 ni qo'shsak bu 1/2, bu esa 1/3 T2. Bu joydan T2 ni topamiz. 2/3 ekanligi kelib chiqadi. Bu nima? Mana shu joygacha to'lguncha ketgan vaqt. Mana shu qismi. Endi tepa qismi qoldi. Tepa qismida uchala quvur ham ishlaydi. Ya'ni A quvurning quvvati A/6 ga, B quvurning quvvati A/3 ni ayirib tashlayman, sababi S bo'shatuvchi. S to'liq quvvati nima bo'ladi? Shunda A/6 bo'ladi, sababi 6 soatda bo'shatadi. Ular 2/3 A qismini to'ldirish kerak biror T3 vaqtda. Demak, A larni yana qisqartiramiz.
Mana bular to'liq qisqarib ketadi ekan. Demak 1 taqsim 3 teng bo'ladi. Mana bu 2 taqsim 3 T3 ga. Uchlar ham ketsa, demak T3 teng bo'ladi 2 ga. Bu 2 nima? Mana bu qismini to'ldirishga ketgan vaqt. Demak biz T3 ga T2 ni qo'shishimiz kerak. Ya'ni 2 ga 2 taqsim 3 ni qo'shamiz. Bu esa 8 taqsim 3 bo'ladi. Bu esa to'liq to'ldirishga ketgan vaqt bo'ladi. 8 taqsim 3 bizda mana A javobda. Davom etamiz. Keyingi 85-savolga o'tamiz. Xo'sh, y teng x kvadrat plus 1 va y teng 2 funksiyalar bilan chegaralangan sohani OY o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmini toping deyapti. Demak, dastlab grafik chizib olaylik. Grafik qanday bo'ladi? Mana bu joy 1 parabola. Y teng 2 degani mana bu joy. Mana bu joylarda kesishadi. Demak, kesish nuqtalarini ham topib olaylik. Mana shu joyni. Xo'p, mana bu joyni ham topaylik. Demak, ya'ni x kvadrat plus 1 ni 2 ga tenglashtiramiz. Bu joydan x teng plus minus 1 bo'lar ekan. Demak, mana bu joy 1, mana bu joy minus 1. Mana shu sohani OY o'qi atrofida aylantirish kerak. O'shanda hosil bo'lgan jism, demak, hajmini topishimiz kerak. Xo'p, OY o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jism hajmi nima bo'ladi? Integral pi a dan b gacha f teskari x dx bo'ladi. Ya'ni mana bu funksiyaning teskari funksiyasini topishimiz kerak. Xo'p, teskarisini topamiz. Chegara qayer bo'ladi? Chegara y o'qidan olinadigan bo'lsa 1 dan mana bu 2 gacha bo'ladi. 1 dan 2 gacha. Xo'p, teskarisi demak x teng y ning kvadrati plus 1 qiladigan bo'lsam, y bu joydan ildiz ostida x minus 1 ga tenglik kelib chiqadi. Ildiz ostida x minus 1. Mana bu joyda kvadrat ham bor. F kvadrat, teskarining kvadrati. Xo'p, teskarni kvadrat qo'yadigan bo'lsam, demak pi integral chegara 1 dan 2 gacha bo'ladi. Mana bu ildiz yo'qolib, nima qoladi? X minus 1 ning o'zi qoladi. Dx. Xo'p, boshlang'ich olamiz. Pi x dan boshlang'ich x kvadrat taqsim 2, 1 dan boshlang'ich x. Chegara 1 dan 2 gacha. Xo'p, davom ettiradigan bo'lsam, pi 2 ni qo'yaman, 2 ni qo'ysam, mana bu joyga 4 bo'ladi. Ayiramiz, mana bu 2. Bundan ham ayirish kerak. 1 ni qo'yadigan bo'lsam, 1 taqsim 2 minus 1. Demak, mana bu 4 emas, 2. Bular qisqaradi. Mana bu joy minus 1 taqsim 2, demak bu pi taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Javob A. Xo'sh, davom etamiz. 86-misol. Tenglamani yeching deyapti, differensial tenglama. Xo'p, dy, ya'ni d shtrix bu dy taqsim dx ga teng bo'ladi. O'rniga qo'yamiz. Demak, dy taqsim dx x plus 1 teng bo'ladi x y ga. Xo'p, endi y ni bu tarafga, dx ni bu tarafga va x plus 1 ni ham o'ng tarafga o'tiramiz. Y bu tarafga o'tadigan bo'lsa, 1 taqsim y dy bo'ladi. Bu tarafda x taqsim x plus 1 dx bo'ladi. Ikkala tarafga ham integral belgisini qo'yamiz. Xo'sh, 1 taqsim y dan boshlang'ich bu ln y bo'ladi. Teng mana bu x plus 1 taqsim x. Buni bunday yozib oladigan bo'lsam, integral menga plus 1 qo'shamiz va minus 1 ni ayiramiz. Demak, bu 1 minus 1 taqsim x plus 1 ni beradi. dx. Demak, ln y teng bo'ladi. 1 dan boshlang'ich x ni beradi, minus mana bu ln x plus 1. Mana. Bu joydan y topadigan bo'lsak, nima kelib chiqadi? Mana bu x ni ham quyidagicha yozib olaylik. ln y ning x darajasi qilaman va bu ham nimani beradi bizga? ln y ning x darajasi taqsim x plus 1 ni beradi. Bu joydan kelib chiqadi. Y ning darajasi x taqsim x plus 1. Y mana shunga teng bo'ladi ekan. Buni ham s ga ko'paytirib qo'yamiz, sababi bizda s son bo'lishi kerak. S. Bu bizda mana A javobda ekan.
Davom etamiz. 87-misol. Xo'p, kichik doirachalar radiuslari o'zaro teng va 2 ga teng bo'lgan yashil soha yuzini toping deyapti. Bo'yalgan yashil soha yuzini topishimiz uchun katta doira yuzidan mana bu kichik doirachalar yuzalar yig'indisini ayirsak bo'ldi. Xo'p, endi bizga katta doiraning radiusi kerak bo'ladi. Xo'p, radius topamiz. Mana shu joydan to'liq o'tiradigan bo'lsam, bu diametr bo'ladi. Diametr. Xo'sh, qarang. Mana bu qismlar mavjud bizda. Bizga qayer kerak bo'ladi? Bizga mana shu joy kerak bo'ladi, mana. Mana shu joyni topsak, mana bu joy ham o'shanga teng bo'ladi. Demak, mana shu joyni topsak bo'ldi. Bu yer markaz. Bu yer ham markaz. Bu yerni tutashtiraman. Bu yerni tutashtiraman. Bu yerdan ham tutashtiray. Xullas, mana bu joy x bo'lsa, bu joy ham x ekan. Bu joy perpendikulyar. Bu joy 2 ga teng, bu joy 4 ga teng. X topamiz va 4 ga ko'paytiramiz, sababi mana bu joy ham 2 ta x ga teng bo'ladi-da. Demak, Pifagor teoremasidan 4 ga x ning kvadratini qo'shsam 16 bo'lishi kerak. X kvadrat demak 12. X'imiz 2 ildiz ostida 3 ekan. Mana x topdik. Endi jami bu ikkita radius yoki bitta qilib oladigan bo'lsak, 2 ta x mana bu joy 2. Demak, 2 ta x ga 2 ni qo'shsak, bu katta doira radiusini beradi. X o'rniga 2 ildiz ostida 3 ni qo'yadigan bo'lsam, demak 4 ildiz ostida 3 plus 2 bu katta radiusga teng. Endi bo'yalgan sohani 4 dan 4 topaman. S bo'yalgan soha. Demak, jami pi r ning kvadratini ayiramiz. Nechta doiracha bor? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ta ekan. Demak, bizda 13 ta doiracha mavjud. 13 ta pi kichik r kvadrat ayirmasi. Kichik r 2 ga teng. Demak, pi katta r o'rniga mana bu 4 ildiz ostida 3 plus 2 ni qo'yaman. O'shaning kvadratidan ayirish kerak. 13 pi ko'paytirib kichik r ning o'rniga 2 ni qo'ysam, bu 4 bo'ladi. Demak, pi buni kvadratga oshiraman. Xo'p, 4 ildiz ostida 3 ning kvadrati 48 plus mana bu 16 ildiz ostida 3 plus 4 bo'ladi. Ayiramiz, mana bu demak 13 ni 4 ga ko'paytmasi 52 bo'ladi. Teng 52 pi. Xo'p, mana bular yig'indisi ham bizda 52 ga teng. Pi ga ko'paytsak 52 pi plus 16 ildiz ostida 3 pi. Ayiramiz yana 52 pi ni. Bular qisqaradi. Natijamiz 16 ildiz ostida 3 pi ga teng bo'lar ekan. Bu bizda mana D javobda. Davom etamiz 88-misol. Birinchi qotishmadagi materiallarning nisbati 2 bo'lingan 3. Ikkinchi qotishmada xuddi shu materiallar nisbati 3 bo'lingan 4. Materiallarni nisbati 11 bo'lingan 15 bo'ladigan qotishma tayyorlash uchun ikkala qotishmadan qanday ulush qo'shiladi deyapti. Demak, birinchi qotishmada nisbat qanday bo'lyapti? 2x va 3x nisbat bo'lyapti. Ikkinchi qotishmada 3y va 4y nisbat bo'lyapti. Demak, biz 2x ga 3y ni qo'shganimiz 11 nisbat bo'lishi kerak, ya'ni 11z bo'lishi kerak. 3x ga 4 ta y ni qo'shganimiz esa 15z bo'lishi kerak. Mana shu yerdan x va y larni topamiz. Demak, mana buni 2 ga, mana buni 3 ga ko'paytirib ayirib yuboraylik. O'shanda 2 ga 3 ga yo'q, adashtirdik. Buni 3 ga, buni 2 ga ko'paytirib ayirib yuboraman. O'shanda x lar yo'qoladi, sababi 6x bilan 6x bo'lib. Demak, y ni o'zi qolar ekan, y teng mana bu 9y bo'ladi, bu 8 ayirsak y qoladi. Buni 3 ga ko'paytmasi 33z, mana bu 30z, ayirmasi 3z bo'lar ekan. Demak, y imiz 3 ta z ga teng. Mana bu joyga qo'yamiz, shunda 2 ta x plus 9 ta z bo'ladi. Teng 11z ga. Demak, 2 ta 9 ta 2 ta x imiz 2 ta z ga teng bo'lar ekan va x imiz z ga teng bo'lar ekan.
Xo'p, demak x zga teng bo'lsa, mana bu 2 ta z bo'ladi, mana bu 3 ta z bo'ladi. Jami 5 ta z bo'ladi. Mana. Y o'rniga 3 ta z ni qo'yadigan bo'lsam, bu 9 ta z bo'ladi, bu esa 12 ta z bo'ladi. Jami 21 ta z bo'ladi. Bu degani birinchisidan 5 ulush, ikkinchisidan 21 ulush olish kerak degani. Bu bizda mana javobda. Davom etamiz. Keyingi 89-savol. Xo'sh, rasmda ABCD kvadrat bo'lsa, CFJ uchburchak yuzini toping deyapti. Demak, bu kvadrat bo'lsa, mana bu soha yuzini topishimiz kerak ekan. Kvadrat tomoni 10 ga teng. Kvadrat tomoni 10 ga teng bo'lsa, mana shu sohani topamiz. Demak, kvadrat tomoni 10 bo'lsa, mana bu joy 5 bo'lsa, mana bu yuzak 25 ga teng bo'ladi. Ya'ni AKD. Bu joy 5 bo'lsa, bu joy ham 5 bo'lsa, mana bu joy 12,5 bo'ladi yuzasi. Bu joy 10, bu joy 5 bo'lsa, mana bu joy 25 ga teng bo'ladi. Endi jami yuzadan mana bu yuzalar S. Jami yuzadan mana bu uchala yuzani ayirmasini uchala yuzalar yig'indisini ayirsak, 3 ta S kelib chiqadi. Demak, 3 ta S ga mana bu 25, 50, unga ham 12,5 ni qo'shsak 62,5. Mana shu jami 100 bo'lishi kerak. Sababi tomonlar 10 bo'ladigan bo'lsa, 100 ga teng bo'ladi. Demak, 3 ta S teng bo'ladi bu joydan. Bu ayirma 27,5 bo'ladimi? 37,5. 37,5. Xo'sh, bu joydan S kelib chiqadi 12,5 ekanligi. Demak, yuzamiz 12,5 ga teng. Bu bizda mana B javobda. Davom etamiz. 90-savol. Xo'sh. Demak, perimetr berilgan EDS. Mana bu uchburchak perimetr berilgan 16 ga teng. AB tomon 15 bo'lsa, katta ABC uchburchakning perimetrini toping deyapti. Xo'p, qarang. Bu joyni x qilib oladigan bo'lsak, bu joy ham x bo'ladi. Bu joyni y qiladigan bo'lsak, bu joy ham y bo'ladi. Sabab urinmalar teng. Demak, mana bu joyni z deb oladigan bo'lsam, bu jami x plus z bo'ldi-ku. Mana bu joy ham x plus z bo'lishi kerak. X plus z. Sababi ikkita urinma ham bir-biriga teng. Demak, E nuqtadan C nuqtagacha x plus z dan y ni ayiramiz. Mana shunday. Xo'p, endi bu joyni biror t deb oladigan bo'lsam, bu yer ham t bo'ladi. Mana bu joy 15 minus t bo'ladi. Bu joy ham 15 minus t bo'ladi. Mana urinmalarni teng qilib oldik. Endi mana bu perimetrni yozaylik. Mana perimetr nima bo'ladi? X ga y ni x plus z minus y ni va z ni qo'shsak 16 ekan. Mana shu 16 ga teng bo'lyapti. Va bu joydan qarang, y-lar yo'qolsa, 2 ta x ga 2 ta z ni qo'shsak 16 ekan. Bu joydan x plus z kelib chiqadi 8 ga teng ekanligi. Demak, mana bu joy 8. Endi qarang, bu to'rtburchakka ichkarilarni chizish qoidasi qarama-qarshi tomonlar yig'indisi teng bo'lishi kerak. Ya'ni biz mana bu tomonga mana shuni bular kerak yo'q. Mana shuni A deydigan bo'lsak, mana shu joyni B deydigan bo'lsak, demak A ga B ni qo'shadigan bo'lsak, mana bu 15 ga nimani 8 ni qo'shish kerak. Ya'ni bu 23 bo'ladi. Endi perimetrni topaylik. Jami perimetr nima bo'ladi? Jami perimetr demak, mana bu tomon 15. Mana bu joy B, unga nima qo'shish kerak? X ni va z ni qo'shish kerak. Mana bu x va z. X ni qo'shmaylik. Faqatgina z ni qo'shib qo'yamiz. Sababi mana bu joygacha B, demak qolgani z. Plus mana bu tomon jami x plus z deb bo'laylik. Mana shu joy x plus z. U ham nechiga teng bo'lyapti? 8 ga. Qolgani A bo'lyapti. A ham o'zini yozib qo'ydik. Mana shu jam perimetr bo'lyapti. Perimetr mana shunga teng. Endi bizda xalaqit berib qoldi.
demak z xalaqit berib qoldi mana bu joyda. Mana bu joy ham bilamiz 8. Qarang, mana shu joyni yozib ketaylik o'zini alohida qilib. Ya'ni mana bu joy x plus z ga teng, ya'ni x mana bu joyni z qilsak, bu joy 8 ekan. 8. Mana bu joy ham uzr, mana bu joy 8 emas. Sababi bu joy x plus y ku. Bizda x plus z. Demak, mana bular ham o'chiramiz. Mana bu joy ham 8 ga teng. Bu taraf 15. Demak, 15, mana bu joy 15 bo'ldi. Boshdan yozib olaylik. Bu ozgina murakkab bo'lib ketdi. Boshidan olaman. Xo'p. Mana bu joyni x qilib olaman, bu joyni y, bu joyni z qilib olay. Demak, x ga y ni va z ni qo'shsam 16. Mana shu 16 bo'lyapti. Endi mana bu joyni a deb oladigan bo'lsam, bu joyni b desam, bu yer ham b, bu yer ham a bo'ladi. Demak, a ga buni qo'shadigan bo'lsak 15. 15 ga teng. Keling, mana shu joyni d qilib olay. D, mana bu joy ham d. Mana bu joy s deylik, bu joy ham s. Endi perimetrni yozamiz. Perimetr nima bo'ladi? A ga b ni qo'shamiz va yana a va yana b bor. Ya'ni bu a, bu b va x s bor, x bor, d bor va z bor. Mana shular. Demak, mana bu ikkalasidan kelib chiqadi 2 ta a plus b kelib chiqadi. Mana bu ikkalasidan. Xo'p. Va nimalar qoldi? S, qarang, s, x, d, z qoldi. S, mana bu s, x, z, d bu perimetrni beryapti, ya'ni 15 ni beryapti. 15. Mana bu ham a plus b, jami 15. Uzr, mana bu 15 emas, 16. Mana perimetr 16. Mana bu 15 bo'lyapti. Demak, bu 30 ga qo'shamiz 16 ni, natija 46 ga teng bo'lar ekan. 46 bizda mana S javobda. Xo'p, shuning bilan keyingi 10 talik yechimni tahlilni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Barchaga rahmat. Keyingi video yechimlarimizda ko'rishguncha.